Zibeydəmi biz bilan həmkarlaşdı qol tutub. İşlətinglar həm onu güzel bolay desənglar. Zibeydəni işlətkən dep bilinglar dostlarım. Koçalarda navada çıraylıqni körsənglar. Wow! Doktorxonaga borsak og'rib bilan. Senli bo'ldi ekanman deb qo'ygan bir gap bo'ldi ekan. To'g'rimi xato? Endi bu kesen yumshasak o'lim oshkora deydi emasmi? Qancha bo'ldi bo'lsak shuncha yaxshi bir doktorxonaga ekan. Omma bir doktor bor ekanda. Senli bo'ldi ekanman. Senli bo'ldi ekansan, mingga yil qancha ketgan ekan. Senli bo'ldi ekansan, 3 yil asqabga. Senli bo'ldi ekansan, 20 yillar. Sen qon besimingni qo'yib demaylik deb adamni qo'yib qo'ydi. Bir kun og'rib qolib bir doktorga olmasa, bir doktor bekchi qablab ketgan. Senli bo'ldi ekanman bo'lsam deydi. Senli bo'ldi ekanman bo'lsam tushsam ishdan chiqdim deydi. Bizga söymlek ustoz Yaqubkam Şinjan tunluğa ataliq çaqchaqcha bir kuni Hisobkam deydi, hozir bir kun Yaqubkam deydigan bo'lib ketdi. Bir kun telefon qildi menga, bitta qilsam Yaqubkamning numeri. Qiziqchilik bo'lsin deb yaqinlarni tunmas qilib oldim men. Ha, va Yaqubkam oson bo'ldi. Yaqinlarni tunmas qilib oldim. Va kim o? Yaqubkam. Qaysi Yaqub? Yaqubkam. Ha, Yaqubkam tanirmi? Yo'q, men Yaqubkam. Vücut 50'de yakmasan kayıtsızsam ben meyni diyor. Bak, Zarakam Turpayızga 40 milyon tavus yirteydi mi? Kaçtan kıttı bu? 40 milyon tavus direp kanda oldu, tavus okşap ketti mi? Tavus tıflaka pişmi bu? Tavus saklayma. Bununki tavuzu uslab qalğandan bixira və oğru tavuzu oğlu düşkən gəp. O tavuzun çəksi xam, manı çəksi xam. Tavuzu tutulğan ısxarqamın 5-ci çıxıb da cümam. Ət tutasam ısxarqam dəhşət lağında titrəb tutdu. Önüm bu da qaçsam, oxşam tavuzun oğlu düşkən birisi 5-ci çəkətdi, dəhşət qoqab getdim deydi. Mənə başını çəkəngəm qoqam səsəm, başını çəkəngə qoqmudım, çaxmaq vurdum. Rahmet. Şinjan Tesorat Soda Çekiş şirketi güçlü kollektiv asosida qurilgan bo'lib, o'zgacha soda endisini turg'izib, har xil ishonchli bo'lgan mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning yoqtirishiga erishib keldi. Jamiyatimizga cho'ng kichik har xil kasblar bilan xalqqa mulozimat qilishdan sirib, Tesorat markasidagi har xil eng ishonchli mahsulotlarga har qaysi shahar nahiyalardan hamkorlashuvchi chaqirdi. Shundaqla Tesorat markasidagi mahsulotlarni sotib olgan har bir xaridorlarimizga ishga oldigacha mulozimat qiladi. Oilangizda Tesorat markasidagi mahsulotlar bo'lsin. Adresi Eli Xalqaro cho'ng bozor Abina 4-qavat 113 ishxona. Telefon 1999 01 85 991 155 99 99 44 86. Türkiye çoğun soduk. Ma sodumuzu hak göre kamson. Ha? Ma sodumuzu hak göre kamson. Doğunun kendi soduk kılayla. Nerede görüşmez? Doğunun kendi görüşmez. Dep ilik Türkiye iştik var. Doğunun kendi gidip kaptan kılıç kaptı de. Kaptan vak çıkıp ayağını bırakıp. Emdi nerede görüşmez? Terörle bir görüşmez. Bir yumur var devde. Benimki Sidon'ka sömlük ustazım. Velikamdan bir yumur var devde otuzuğa. Gangju'dan çıkan bir muhbir. Gulchi Xansuvazir kelib, kavopchidan ziyorat qilib qopdi. Ularning kavop dahshat o'xshaydi, аңдыда nechilik ko'rsa birisi kavop chiqara oladi. Bu kavopchilarni ziyorat qilib qo'yay deb 3 kavopchini xato bir yig'ib ziyorat qildi. Birinchi kavopni so'rabdi. Siz nechilik ko'rsa birisi kavop chiqara olasiz deb mikrofonni ustidan tanlab ket. 50 kilo ko'sa chiqara olayman. Biz kavopni 50 kilo ko'sa yo'q, prem. Buni haqiqiy kamalga yetibsiz. İkinci so'rabdi. Siz nechilik ko'sa birisi kavop chiqara olasiz? İkincisi 100 kilo ko'sa chiqara olayman. 100 kilo ko'sa yo'q, va ishlarimni ko'ra baqilgan. Buni haqiqiy kamalga yetibsiz. Üçüncü so'rabdi. Siz nechilik ko'sa birisi kavop chiqara olasiz? Siz mana o'sha ekan, Turkiyani to'piga loj ichib qumdan haydab kiribsiz.
Dostlar, tüvende ben bir müzikam var, ben şunu çepteyim geldi. Mevlana'nın hayalleri değil bir müzik.